Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Primoriyada o'zbeklar va Shimoliy koreyaliklar mojarosi ro'y berdi. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarga ko'ra, Primor o'lkasidagi qurilish maydonchasida Shimoliy koreyaliklar va o'zbekistonliklar o'rtasida mojaro kelib chiqqan. Arsenovdagi tog' kurorti qurilish maydonchasidagi migrantlar o'zaro rezinka tayoq va armaturalar bilan janjallashgan. Amur nashrining xabariga ko'ra, janjal tushunmovchilik tufayli kelib chiqqan. Mushtlashuvdan so'ng ishlar yana o'z ishlariga qaytishgan. 2025-yil 1-sentyabrdan boshlab Moskva va Moskva viloyatida migrantlarning joylashuvini mobil ilova orqali kuzatish bo'yicha tajriba boshlanadi. Dasturda ishtirok etish uchun xorijliklar o'z shaxsiy ma'lumotlarini, jumladan mobil qurilmalar va geolokatsiya ma'lumotlarini qayta ishlashga Ichki ishlar vazirligiga rozilik berishlari kerak bo'ladi. Agar migrant mustaqil ravishda ro'yxatdan o'tish imkoniga ega bo'lmasa, bu borada unga tegishli bo'linmalar yordam beradi. Biroq agar foydalanuvchining geolokatsiyasi 3 kun ichida qayd etilmasa, u qaydnomadan olib tashlanishi mumkin. Mehmonxonalarda, sanatoriyalarda, sayyohlik markazlarida, lagerlarda yashovchi yoki kasalxonada bo'lganlar uchun istisnolar mavjud. Ular o'z joylashuvi haqida xabar berishlari shart emas. Agar qonun loyihasi qabul qilinsa, eksperiment 2029-yil 1-sentyabrgacha davom etadi. Tajriba Belarus fuqarolaridan tashqari Rossiyaga vizasiz kirgan xorijiy fuqarolarga nisbatan qo'llaniladi. Bundan tashqari 2025-yil 30-iyundan boshlab Rossiya migrantlarining raqamli profillarini, jumladan barmoq izlari va fotosuratlar kabi shaxsiy biometrik ma'lumotlarni yaratishni boshlaydi. Ushbu profillar chet el fuqarolarining mamlakat ichidagi holatini nazorat qilish uchun ishlatiladi. Shuningdek, 2025-yil 1-yanvardan boshlab chet el fuqarolari 10 tadan ko'p bo'lmagan SIM kartalarni ro'yxatdan o'tkaza olmaydi va ularni olish uchun biometrik ma'lumotlarni taqdim etish kerak bo'ladi. Ilgari chiqarilgan SIM kartalar 2025-yil 1-iyulgacha biometrik ma'lumotlar yordamida tasdiqlanishi kerak. Aks holda ular bloklanadi. Ushbu chora-tadbirlar migratsiya ustidan nazoratni kuchaytirish va Rossiya hududida xavfsizlikni ta'minlashga qaratilgan deb iddao qilmoqda.